Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27-yanvar kuni Toshkent shahridagi jinoyatchilikka qarshi kurashish bilan bog'liq vaziyat bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Otabek Jamolovni so'roqqa tutdi. Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarni ishlaringni bilmoqchiman-da. Bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkovoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan? deb so'radi Shavkat Mirziyoyev. Otabek Jamolov dushanba kunlari muntazam o'tkaziladigan yig'ilishlar, hayfsallar berish, prokuror va hokim bilan birgalikda mahallalarni aylanib chiqish, mahalla yettiligi faoliyati bilan tanishish haqida tushuntirish berdi. Ammo prezident bu ishlarning samaradorligiga shubha bildirdi. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasan aytib, yettilik bilan nima ishing bor seni? Sen nima aloqang bor yettilikka? Sen uchastkovoying bilan shug'ullangin. Nimaga menga u cho'pchak gaplarni gapirasan? dedi Mirziyoyev. Ushbu yig'ilishdan so'ng huquq-tartibot idoralari tizimida tayinlashlar va ishdan bo'shatishlar amalga oshirildi. Jumladan Otabek Jamolov ham ishdan olindi.